بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثاني. عرفت الدرس كي إشكنج قسم الدرس العشرون 20 درس. Hem dersini ilgili bugünkü dersteki mühim noktalarını bir sözleydi. Hem bugünkü dersteki asaslık bizden talep kılınan mühim nokta ikkilik isimlerinin i'rabi. Ama odatda biz isimlarni ikkilik qilgandan keyin odat birlik holatda, masalan, rajul deyli yoki kitob deyli, pesh o'qilish to'g'ri kelib qolsin deb o'qiymiz kitobun. Zavar o'qilishchi kitoban, zir o'qilishchi kitobin. Masalan, hazal kitabu deb bir jumla tuzsak shundaymi? Yoki bir butun jumla tuzib boqaylik. Haza kitabun. Bu iga xabar o'qachqa kitobun nima o'qildi? Pesh o'qildi. Ben ikki kitobni ko'rgandim degan jumlada boqaylik. Ra'aytul kitabayni. Agar yolg'iz deyilib qolsa, ra'aytul kitaba. Shundaymi? Kitobda deganicha fil kitabi. Demak, birlik ismlarda zavar o'qilish, pesh o'qilishmi, aniq pesh o'qiladi, shundaqmi? Zavar o'qilish to'g'ri kelib qolsa, aniq zavar o'qiladi. Hamda zir o'qilish to'g'ri kelib qolsa, aniq nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Endi mushu birlik ismlarni ikkilikka aylantirgandan keyin qandaq pesh o'qiymiz, qandaq zavar o'qiymiz, qandaq zir o'qiymiz desa, ikkilik ismlarning pesh o'qilg'ini shu ismlarning oxiridagi alif bilan nun kelgani pesh o'qilg'ini qilsa. Ya'ni pesh holati raf'iligi alif bilan nun orqali ifodalanadi. Peshlik holati alif va nun orqali ifodalanadi. Endi zavar zir o'qilg'ini ikkilik ismlarning ya ve nun orqali ifodalanadi. Masalan, kitob ikkilikka aylantirilgan kitoban shundaymi? Pesh o'qilg'ini kitobani deb alif bilan nunning kelganligi pesh o'qilg'ini hisob. Zavar yoki zir o'qish to'g'ri kelib qolsa, alifni nimaga o'zgartirib, yaga o'zgartirib kitobayni o'qilganimiz shu ikkilik ismning nima o'qilg'ini hisob, zavar yoki zir o'qilg'ini hisob. Bu nokta. Ikkinchi mazmun bugun o'rganmoqchi bo'lgan qurilmamiz jumlalarda kelib qoladigan biri chiket, yana biri chiket. Buna deganim, masalan, bugun ikki o'quvchi kelibdi. Biri oqsuloqkan, yana biri qashqaliqkan demoqchi bo'lsak, shundaymi? Ja'at taliban yoki ja'at taliban. Ikki o'quvchi kelibdi. Biri ahaduhuma min aqsu. Shundaymi? Uning biri nadinkan, aqsudinkan. Yana biri wal akhar min qashqar. Yana birisi nadinkan, qashqardinkan. Demak, ahaduhuma wal akhar deb ifodalanadi. Biri chiket, yana biri chiket. Bunday shaklni arab tilida ahaduhuma wal akhar deb ifodalanadi. Endi mening ayollik shakli ihdahuma vel ukhra deb ifodalanadi. Masalan, ikki qiz o'quvchi kelibdi. Ja'at talibatani. Biri aqsudinkan. Ihdahuma min aqsu. Vel ukhra, yana biri qashqar degan. Vel ukhra min qashqar. Mush nuqtani tushuna olsanglar bo'ladi. Mening ikki kitobim bor. Indi kitabani. Biri yangi. Ahaduhuma jadidun. Yana biri kona vel akharu qadimun. Mana o'xshash. Indi majallatani. Men ikki jurnal bor. Bu ayollik shakliga. Biri yangi. Ihdahuma jadidatun. Yana biri kona vel ukhra qadimatun. Mana o'xshash. Erlik şekli ahaduhuma vel akhar. Ayollik şekli ihdahuma vel ukhra degan shakllarda ifodalasak bo'ladi, ha? Darsning asosiy mazmuni tushunishib bo'lgan bo'lsa, qarang, ha? Avval so'zliklarni o'rgatgandan keyin dialogga boramiz. Al-kalimatul jadida. Mana o'qib tarjima qilib beraman. Rajulun zu wajhayn.
الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها مشط أمشات مخدة مخاض زر أزرار مرآة مرايا لص لصوص جنيه جنيهات مفيد السيرة التفسير ذبح يذبح اذبح شرح يشرح اشرح رجل ذو وجهين deganni mundaqlam tarjima qilsak ikki yuzlik odam degan gap. Bu Uyg'ur tilida ishlatiladi bu so'z. Masalan, buningga boshqacha, uningga boshqacha adam shundaqmi? Madabtu allazi ya'ti kullu ta'ifatin bima yuridiha. Har qanday bir xil odamdan qashig'a shuni rozi qilib keladi yoki rozi qiladigan ishlarni olib keladi degani kimning qashig'a shuni qilishadigan odam demakchi. Halaqa hisobda muqim mavqasi yo'q demakchi. Musht tag'oq, amshad uning ko'pligi. Mihaddatun yastoq, mahaddun ko'pligi. Zirrun tugma, azrarun ko'pligi. Mir'atun aynak, maraya ko'pligi. Lissun o'g'ri. Lusus ko'pligi. Junayhun junayhat buning ko'pligi. Ya'ni pul birligi. Masalan, biz pulni yuan deymiz-ku. Saudiyalar nima deydi? Riyal deydi. Amerikaliklar-chi? Dollar deydi-ku. Mana bu Misrning pulisi. Mufidun foydaliq. As-siratu tarix, tarjimahol degan ma'noda. At-tafsir tafsir. Zabaha yazbahu izbah. Bo'g'izladi, bo'g'izlavatdi, bo'g'izlagan. Masalan, qo'y bo'g'izlamoq, to'g'ri bo'g'izlamoq degandek-chi. Sharaha yashrahu ishrah. İzahladi, izahlavatdi, izahlag'in. Sharaha izahlanda bir so'zni bilmay qolsanglar, ma'nosini izohlab berma emasmi? Shundaqmi? O'sha izohlash. So'zlik tushunishlik bo'lgan bo'lsa, hemen tekstni o'qib, tarjima qilib, grammatikadan mulohaza qilib qo'yay. Diqqat. الدرس العشرون كم سورة حفظت يا بشير؟ حفظت سورة واحدة. وكم سورة حفظت يا عمرو يا عمر؟ أنا حفظت سورتين. يا أبتي جاء اليوم مدرسان جديدان أحدهما للفقه والآخر للحديث. يا أبتي قرأت اليوم كلمتين جديدتين في هذا الكتاب. ما هما؟ هما المشط والمخدة. عرفت معناه؟ نعم، سألت المدرس فشرح لي معناهما. أنا الآن أذهب إلى السوق. أتريدون شيئا؟ أريد دفترا. عندي دفتران وأريد دفترين آخرين. عندي ملفان صغيران وأريد ملفين كبيرين. من أين لك هذا القلم الجميل ذو اللونين يا بشير؟ اشتريته. بكم اشتريته؟ اشتريته بريالين. 20 ders. Diqqat qilgan nuqtalar biz darsning oldida deb o'tgan ikkilik ismlarningki i'robiya. Kam suratan hafizta ya Bashir? Bashir, qancha sura yodilding? Nima kam? Arab tilida ikki xil kam bor. Birisi xabar jumlaga olib keladigan kam, yana birisi savol jumla olib keladigan kam. Xabar jumla olib keladigan kam nurg'ulg'an deb tarjima qilindi. Savol jumla olib keladigan kam qancha deb tarjima qilindi. Endi savol jumla olib keladigan kamdan keyin kelgan ism nima qildi? Zavar o'qildi. Shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Hafiztu suratan wahida. Bir sura yodildim. Va kam suratan hafizta ya Umar? Umar, sen çok qancha sura yodilding? Ana hafiztu suratayn. Men 2 sura yodildim. Anada suratun bir sura shundami? Buni ikkilik bilan nusxaqanda bo'ladi. Suratani alif bilan. Anada hafiztu 2 surani yodildim bo'lgandan keyin to'ldiruvchi nima qilish kerak? Zavar.
İkilik isimler zavar kıldığı nima qildi? Oxirisi ya nun bilan keladi shundami? Shunga suratayn. Ya abati, ja'al yawma mudarrisan jadidan. Dada, bugun ikki yangi o'qituvchi keldi. Qaranglar, ja'aning failisi mudarrisan bo'lg'achqa mudarrisani ikki yangi o'quvchi alif nun bilan ishlatiladi. Jadidani yangi. Ahaduhuma lil fiqh wal akharu lil hadis. Uning biri fiqhi uchun yoki fiqhining, yana biri hadisning. Al mushada biz bayatning darslarimizda so'zlagan biri yana biri deganni ahaduhuma wal akhar deb ifodaladik shundaqo. Bu erlik bo'lganlik uchun ahaduhuma wal akhar deb ifodalandi. Agar ayollar qolib qolgan bo'lsa qanday ifodalanadi? Ihdahuma wal ukhra deb ifodalanadi. Ya abati, qara'tu al-yawma kalimatayn jadidatayn fi hadha al-kitab. Dada, bugun bu kitobda ikki yangi so'z o'qidim. Kalimatayn jadidatayn fi hadha al-kitab. Asli kalimaning ikkiligi nima? Kalimatan. Jadidunning ikkiligi uchun jadidatunning jadidatan shundami? Ammo o'rinda qara'tu degan fe'l va fa'ilning to'ldiruvchisi o'qishga zavar o'qilish kerak. Zavar o'qilganda nima bilan keladi? Ya bilan nun keladi. Shundaqo? Shunga kalimatayn jadidatayn deb o'qil. Ma huma nima ishkisi? Huma al-musht wal mikhadda. U ishkisi tag'oq va yastuq degan so'z. Arafta ma'nahuma? Ma'nosini bildingmi? Na'am. Sa'altul mudarris, o'qituvchini so'rdim. Fasharaha li ma'nahuma. Menga u ishkisining ma'nosini qanday qiladi? Izohlab berdi. Ana al'an azam ila suq. Men hozir bozorga ketyapman. Aturiduna shay'an? Bir narsa lozimmi yoki bir narsani xohlamsizlar? Uridu daftaran. Menga daftar lozim yoki men daftarni xohlayman, daftar olmoqchi. Indi daftaran va uridu daftarayn akharayn. Menda ikki daftar bor. Daftaran alif nun bilan keldi shunami? Chunki men yerda igi o'g'achqa indi xabar daftaran igi o'g'achqa igi degan nima qildi? Pash. Shunga alif nun bilan keldi. Uridu daftarayn akharayn. Men yana boshqa ikki daftar olmoqchi yoki menga yana boshqa ikki daftar kerak. Men yerda uriduning to'ldiruvchisi o'g'achqa zavar qilish kerak. Nima bilan zavar qildi? Ya nun bilan zavar qiladi. Shunga daftarayn akharayn keldi. عندي ملفان صغيران أريد ملفين كبيرين. Menda ikki kichik so'mka bor. Qopchiq demakchi shundami? Uridu milaffayn kabirayn. Ikki cho'ng so'mka lozim. Milaffan sag'iran igi o'g'achqa shu alif bilan keldi. Milaffani deb. Uridu milaffayn kabirayn to'ldiruvchi o'g'atqa shu milaffayn deb nima bilan keldi? Ya bilan keldi. من أين لك هذا القلم الجميل ذو اللونين يا بشير؟ بشير sizga bu ikki ranglik chiroyli qalam nereden keldi? Min ayna qayerdan? Laka sizga hazal qalamul jamil chiroyli qalam zu lawnayn ikki ranglik. Ammo o'rinda zu mudof lawnayn muzof ilayh shundami? Muzof ilayh nima qiladi? Zir. Endi bu lawnan degan ikkilik zir o'qilsa qanday o'qilmoqchi? Ya bilan o'qilmoqchi. Shunga lawnayn deb keladi. Ishtaraytuhu sotib oldim. Bekam ishtaraytuhu. Necha pul sotib oldingiz? Ishtaraytuhu bir riyalayn. Uni 2 riyalga. Endi bakagandan keyin riyalan zir o'qilish kerak. Zir o'qilsa qanday o'qiladi? Ya bilan, ya'ni bir riyalayn. Dialog tushunishib bo'lgan bo'lsa, mashqni bir qur talablarini ko'rib o'tib ketaylik, ha? Tamarin, ko'nik bilan. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. Tönlük sorularga javob bering. Yana o'xshash biz dialogni o'qib bo'lgandan keyin javob beramiz. Uyinib o'zlashtirib bo'lgandan keyin. Ikkinchisi ta'ammal ma yali. Tönliklarni o'ylanib baqing. Demakchi o'qini odatda jumlada so'zlar 3 xilning birisi bo'ladi. Ya marfu, ya'ni pesh o'qiladigan ismlar bo'ladi. Ya mansub, zavar o'qiladigan ismlar bo'ladi. Ya majrur, zir o'qiladigan ismlar bo'ladi. Ya'ni bosh kelish holatdagi, tushum kelish holatdagi va nima, egilik kelish holatdagi ismlar bo'ladi. Endi ism birlik holatda kelib qolsa, ja'al mudarrisuga o'xshash. Bosh kelish holatda bo'lsa, pesh o'qiladi, shundaymi? Ra'aytul mudarrisaga o'xshash nima qildi? Egilik tushum kelish holatda bo'lsa, zavar o'qildi. Zahabtu ilal mudarrisiga o'xshash egilik kelish holati bo'lib qolsa nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Bu aniq.
endi şu isimlar ikkilik aylangan vaqtida qanday bo'ladi desa, bosh kelish holatda birlik ism zir o'qilg'ayada, bosh kelishdagi ism nima bilan keldi? Alif bilan. Birlik ism zir o'qilg'ayada, bosh tushum kelishdagi ism nima o'qiladi? Ya bilan. Birlik ism zir o'qilgan, igilik kelishda ikkilik ism nima o'qiladi? Yana ya bilan. İgilik kelishda tushum kelish holati o'xshash, ha? Qaranglar. Mudarrisani, mudarrisayni, mudarrisayni. Bunu tushunishga bo'lgan bo'lsa, 3-mashq ajib anil as'ilatil atiya musta'milan al musanna. Tuandagi savollarga ikkilik so'zlarni ishlatib javob beradi. Masalan, birinchi savol kam ahanlak, ikkinchi savol kam kitaban ayndak, uchinchi savol kam taliban jadidan ja'al yawm. Birinchisi masalan sizning qancha o'g'il bir tuxuningiz bor, ikkinchisi sizda qancha kitob bor, uchinchisi bugun qancha yangi o'quvchi keldi. Mana shunday ikkilik ishlatib javob bersak bo'ladi. Masalan, birinchisi men javob bersam, kam ahanlak sizning qancha o'g'il bir tuxuningiz bor desa, nima javob beramiz? Li mening shundaymi? Akhwani. Ikki nima bor? O'g'il bir tuxunim bor. Kam kitaban ayndak? Indi kitabani. Menda qancha kitob bor? Ikki kitob bor. Degan shaklda javob bersak bo'ladi, ha. 4-mashq. Tuandagi savollarga ikkilik ishlatib javob bering. Endi bayatmizga 3-mashqda asosliqi bosh kelishda, ya'ni alif bilan nunni maqsad qilib tuzilgan shundami? Endi hozir tushum kelish yoki igilik kelishni, asosliqi tushum kelishni maqsad qilib turib so'rayotdi, ha. Qaranglar. Kam lug'atan ta'rifu? Qancha tilni bilasiz? Ni to'ldiruvchi-g'o. Cho'qim bu yerda akamakchi bo'lgan ikki tilni deydigan gapimiz nima bo'lish kerak? Tushum kelish kerak. Ya'ni a'rifu bilman degan gap-ku, lug'atayni. Necha tilni? Ikki tilni bilaman. Ikkinchi savol. Kam suradan hafizlayman ya Maryam? Qancha sura yod oldim? Hafiztu suratayn. Mushuna o'xshash qog'ozlarga javob bersak bo'ladi, ha. 5-mashq. Tuandagi savollarga ikkilik ishlatib javob beradi. Asosli ma'noda igilik kelishni maqsad qilib so'rayotdi, ha, bizdan. Masalan, bikam riyalan ishtarayti hazihi al-majallati ya Amina. Amina, bu jurnalni qancha riyalga sotib oldingiz? Albatta biz nima deymiz? 2 riyal deyish kerak, shundaymi? Ishtaraytu hazihi al-majallata bi riyalayni. Aldığı bəkeldi, igilik kelish oldu. Nimalar ifodalanadi? Yavlar ifodalanadi. Qolgan savollarga shu kun javob bersak bo'ladi. 6-si ostiga sizilgan so'zlarni ikkilikka aylantiradi. Masalan, birinchisi fi baytina sallaja. Bizning uyimizda bir to'ng'atqa bor shundami? Mujini 2 to'ng'atqa bor demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Sallajatani. Sallajatani. Alif bilan nun qo'shimiz shundaqmi? Chunki bu bosh kelish o'g'achqa nimalar ishlatamiz? Alif bilan nun orqali ishlatamiz. Bu bir. Andaki 3-savolga qaranglar, 3-jumlaga. Ra'aytu fi maktabil barid barqiyatan lak. Men pochtaxonada sizga kelgan bir telegramini ko'rdim. Almishada 2 telegram demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Barqiyatani demdoq. Barqiyatayni. Chunki ko'rdim bo'lganligini to'ldiruvchi shundami? To'ldiruvchi nima qiladi? Zavar. Zavar o'qildigan o'rinlarda ikkilik ismlar qanday bo'ladi? Ya nun bilan barqiyatayn ifodalanadi. Qolgan shakllarga shu bo'yicha o'zgartib baxsak bo'ladi. 7-jumla savol tuandagi kitobani, kitabayn, talibayn, taliban degan jumla so'zlarni ishlatib jumla tuzib bergan bo'ladi. Diqqat qilsak bo'ldi, taliban bosh kelish, talibayn nima? Tushum yoki igilik kelish. Shu bo'yicha diqqat qilib jumla tuzsak bo'laveradi. 8-ci tuandagi ahaduhuma val axirindagi misollarini o'ylab bakın. Bayatimiz tushunadi qo'shindami? Ikki narsani so'zlamoqchi bo'lib, biri mandaq, yana biri mandaq demoqchi bo'lsak, erlik ko'p qat qaysini ishlatamiz? Ahaduhuma val axirini ayollar ko'p qatchi ihdahuma val uxrani. Masalan, li akhwan meningki ikki qarindishim bor. Ahaduhuma tabibun val akhiru muhandisun. Biri doktor, yana biri nima? Injener. Erlik o'qachqa, ha? لهذه الحافلة bu maşininin baban işki var. Ahaduhuma biri للدخول kirdiğanga vel ahar yani biri lilhuruj çıkıdığanga. En az 9-cu qaranglar. 9-da ihdahuma vel uxrani misalını o'ylab bakında vardı. Endi faqat o'xshash ahaduhuma vel ahar bilan ihdahuma vel uxra o'xshash. Faqat erlarga ani ishlatamiz, ayollar uchun ma'ni ishlatamiz. Shundaqmi? Bir misol ko'rib baqayli. Li uxtan mening ikki qiz singlim bor yoki qiz qarindishim bor. Ihdahuma mudarrisa. Uning biri o'qituvchi
vel ukhra mumarrida. Yani biri sistra. Başka farkı yok. Fakat erlik aylıkta bilen ayrılsak buludu ha. Am tüvendeki misallarını oylanıp bakın da vardı. Demek ki oğunu zudin kim kelgen isem nima qildi? Zir. An yuqoridagilarning hammasi zivar qildigan ikkilik ismlarni ya bilan qilgan shundaymi? An zir qiladigan, ya'ni igilik qilishdagi ikkilik ismlarmi shu zivar qildigan ya bilan kelgan ikkilik ismlar bilan o'xshash keladi. Masalan, hazal qalam zul lawnayn mufid jiddan. Bu ikki ranglik qalam bak nima foydali. Burada zul lawnayn zu mudaf lawnayn nima muzaf ilayhi. Muzaf ilayhi nima qiladi? Zir. Zir qildigan o'rindimi? Ya nun bilan ifodalanadi ikkilik ismlar demak. Mushuni tushunsanlar, bu yangi darsdagi sizlar qo'yilgan talab oxirlashidir, ha.